Hammaga salom. Sekin gapiraman chunki bolam uxlayapti. Bugun qaynopam keladilar. Men pirog'ot videolarni olishni boshlab oldim. Bu vlog video qachon chiqadi bilmayman-ku. Hamma qaynopingizni ko'rsating, birga video oling deganiga bu videoni ham boshlab qo'ydim. Qani appa? Appa qani? Appa? Папалям, синий трактор едет к нам. 안녕하세요. 이게 뭐야? 귀여워. 신나 보인다. 찍히고 있어 지금. 안 된대. 안녕하세요. 근데 앞에 안에 애기가 있어. 문 열어. 그러면 이럴 때 우리 열 수가 없잖아. 네. 그러면 우리 어떻게 하냐면 줘봐. 응. 그러면 여기다 젓가락을 아니 누르는 거야 정준아야. 누르는 거야. 이렇게 열려. 이거를 잠깐만 뒤로 밀리게 다 느껴져. 딱 하면은 집어가 열렸지. 딱. Aa, 빼. xullas bilmayman nimaga. Qaynopamlar bu safar uyga kirib kelishlari bilan videoga olma dedilar. Odatda unaqa odatlari yo'q edi. Men o'shancha xotirjam videoni yoqib kutib olgandim. Yuzimga smaylik qo'yib, ya'ni yuzimni ko'rinmaydigan qilib qo'ysang qo'yaver deb shunaqa dedilar. Birdaniga bunaqa o'zgarish, to'g'risi hayron qoldim. Oldindan blogerligimni bilardilar. Oldindan o'zlari даже tushib ham berardilar videolarimga. Pastroq qo'ysanglar, albatta topa olasizlar o'sha videolarni birga tushganmiz. Bu safar nimaga unaqa bo'ldi bilmayman. Mayli, tayyorlanish kerak, ko'chaga ketamiz. Erim tezroq kelsin deb duo qilib o'tiraman endi. Bunaqa ko'ylak olgandim. Mana shuni kiyib ola qolaman. Mana shunaqa kiyib oldim. Menimcha juda ham yaxshi. O'zimgina hamma joy yopiq, faqatgina shu razrezi bor. Chunki Koreyada imkon yo'q-da, prям hamma joy yopiq, idealniy ko'ylak topishib. 있어 나도 있어. 야, 이창민 이거 게임 안 해? 게임 안 해? Amin. 갔다 뭐 없어. 왜 그걸 나도 선택인데. Biz Amirni tashlab qaynopam bilan, qaynopam bitta o'g'illari bilan kafega ketamiz. Ularning ikkita o'g'illari bor-da, turmush o'rtoqlari bilan bitta o'g'illari ham uyda qoldi Amir bilan birga. 원하시는 olishimiz kerak. 우연 휘발유를 선택하셨습니다. 원하시는 지불 방법을 선택하여 주세요. 숫자를 입력하고 리터 일시불 또는 할부를 선택하여 주십시오. Benzin quyishni o'zim o'rganib oldim, faqat o'ziga o'zi xizmat bo'lgani uchun sasib qolish bor-da. Hidi urib ketadi. Mashinalar ichida o'tirishib meni kutib. Nima ko'rishib bo'ldim, og'asayo. 그래도 찬민이가 양심껏 먹으래. Kafega keldik, xohlagan narsalarni olinglar desam, вообще xursand bo'lib ketishdi. Mana go'zalliklarni qaranglar. Bu kafeni faslga moslab doim o'zgartirib qo'yadi. Juda ham chiroyli. Bu safar jim-jimgina qilib qo'yishdi. Bu ikkinchi etajdagi fotozona. Qishda kelganimizda umuman boshqacha dekoratsiya edi. Bu tomon yorug'lik, chiroyliroq deb bu yoqqa olib keldim. Mana shu zinasi ham mashhur-da. Bu yoqqa vidni qaranglar. Ko'pchilik kelib mana bu zinaga o'tirib rasmga tushadi. Hatto bu yoqdagi vid yanada chiroyli. Kafe juda ham katta. Bu yoq не только kafe. Ovqatlarni nafasi ham vыбор ham ko'proq. 실은 차리기는 이거 자, 바닐라 라떼 아이스로 한 잔. 두 개. 네. 이거랑 같이 있다고. 네. Bizni zakazlarimiz mana shularda. Hop. Hamma narsa oldik. Даже uyda qolganlik ham kichkina pirojni oldik. То есть kattaroq pirojni kichkina tortcha desa ham bo'ladi. Mana shunaqa bitta o'tiribmiz. Обычный stol ustida o'tirmadik. Qaynopamlar mana bunaqa joy xohladilar. Shuning uchun bo'shashi bilan o'tirib oldik. Bizga yoqimli ishtaha. Kelinglar sizlar ham. Qaynopamlar esa odamlar bilan yaxshi chiqishib ketadigan insonlar. Tez chiqib olasizlar. 진짜 맛있어요. 여기 피자가 제일 맛있어요. 우리 혹시 아미를 타고 내가 갔어. 가방에 있나? 가방에 있어. 자고 있어? 낑낑대다 잤다. 아까 너무 졸렸어 막. Kofe to'kilib ketdi kiyimimga. Hamma joyim kofe bo'ldi. Xudo. Qaysinimni to'kib olgandilar, shoshilib kiyimlargacha berdilar, artuvdi. Bolalarning kiyimi menimcha.
to'kilgan kofe уже qurib ham bo'ldi kiyimimda. Rosa o'tirdik, rosa g'iybatlashdik qaynopamlar bilan. Endi uyga ketyapmiz. Ketamizmi? Amir qiynatayotgan bo'lsa-chi desam, unamadilar. Yo'q, xotirjam o'tirib ketamiz deb. 뭐. 여지껏 잘 논다가 뭐. 엄마를 드디어 만났어. 언니야, 엄마 안 보고 싶어. 힘들게 안 했어요? 힘들게 안 했어요? 안 했어요. 준서 잘 돌봐줬어? 준서가 잘 봤어. 그랬어? 열번 봤어. 아빠. 아? 괜찮아. 예. 야, 그리고 나 되게 많이 들었어. 여기 안 해주세요? 왜 그러세요? 아 이렇게 안 그러니까 이 붙여가지고. 아빠. 하루 종일 그랬는데. 아빠. Mahallaga ovqatlangani chiqdik. Shuna uyimiz yonida oshxonalar ko'p-da, lekin men ko'p ovqat yeyolmayman ko'kariyski. Erjon biladilar buni. Qaynopamlar aytayotgandilar, bu yeydigan joyga boramiz deb. No Erjon telefon qilib ishga chiqib qo'ya qolaylik dedilar. Nima deb o'ylaysizlar? O'zlaridan ketdilarmi yo'qmi? Biladilar men yemasligim. O'zlaridan so'rab olamiz hamma ketgandan keyin. Osmonni qaranglar. Va osmonni qaranglar chiroyliligini. Qaynopamlar meni olmaydiganlari uchun qochib yuribman endi. Biz oshxonaga kirdik. Ko'mirlarni olib, nimadirlar qilib berishadi endi. Menga go'shtsiz ovqat zakaz qilib qo'yibdi lekin. Qarashini qaranglar buni odamcha bo'lib qo'shilib olganni. Suyuq ovqatga kimchi chiydi degani. Men bu salatli aytgancha ovqat oldida beriladigan hammasi. Bitta Amerikamizda dadasi bilan gaplashadigan gaplarimiz ko'payib ketyapti. Albatta hazil o'rtoqlar. 근데 까먹을 줄 아는데. 저걸 여섯 까먹어. 난 갔다 와봐. 잘 까먹네. 왜 그래? 왜 그래? 매워? Bechoralarga o'xshab magazinga chiqib ketyapman. O'zi не только koreyskiy ovqat, hatto o'zbekskiy ovqatlarni ham juda ko'pini tanlab yeyman-da, chunki go'sht yeyolmayman. Go'shtli mahsulotlarni bilmayman. Kotlet, shunaqa go'shtlarni zo'rg'a o'rganganman yeyishni. Oyim aytadilar, u go'sht emas. Go'shtdan tayyorlanadi-ku desam, yo'q, u go'sht emas, uni yarmidan ko'p non bo'ladi dedilar. Doim Koreyada ovqat yuzasidan qiynalaman. Endi hozir обычный sirli ramyon bir marta yeb ko'rib yoqtirgandim, o'shanda olishga chiqib ketyapman. Ishonasizlarmi, hatto o'sha ramyonni ham Koreyaga kelganimdan beri kelganimga уже 2 yil bo'ldi, oshni ham. Faqat o'sha ramyondan yeya oldim, chunki go'sht umuman yo'q ichida. Mana o'sha ramyondan topdim. Bunaqa sirli o'zi bor ekan. Takror tayyorlashni o'rganib olganman, hozirlik ham ko'rsataman. Kameramni oynaga yopishtirgandim. Men buni o'chirib oldim. 라면 알베이탄 하나끼리 사이즈다. Hashaga kiraman yaqin. Tandir tayyorlab. Eng achchiqdan olib qo'yapman deyramyonni. 두 번째 먹어봐. O'zi koreyslar ham bunaqa qilib yemaydi. Shuning uchun uchtadan olib qo'yamiz. Mana bunaqa souslar. Go'sht bilan birga yeyiladigan sous. Ko'pgina. Biz bunaqa qilib jo'xori qo'shamiz. Уксус deyiladi. Mana bu menimcha turib buni ham qo'shamiz. Faqat bu og'zimizga siqsa bo'ldi. Bunaqa qilib o'raymiz-da. Achchiq o'zi ham. 머리 깎았네, 그러니까. Judayam achchiq. Nima qilasan? Kameramni tortsan. Amalan 누가 뽑을 거야? 유산캔? 아, 5등 나왔으면 좋겠다. 여기 유산캔? 야, 3등. 오, 진짜 5등 나왔는데? 진짜? 음료수 이건 삼촌 줘. 이거 줘. hammadan ham bolajonim mazza qilyapti. Bolalar bilan. Ha bolam? Ha bolam? Endi tozalashib kafega keldik. Bu kafeni hech to'liq ko'rsatmagandim. Darslarimni, ishlarimni, hisob kitoblarimni nashta qilaman-da. Ko'rib olganlar xonada. Yoki bu yoqda qilishim mumkin, kamdan kam holatda u yoqda joy bo'lmasa. Suv qo'y. To'g'ri suv. 뭐 있어?
미니 아이스크림. 뭐야 미니 꽃갈콘 아이스크림이야? 인상 없겠어? 갈 거야. 바닐라 초코 아이스크림. 바로 타요. 불금은 잘하는 불금은 잘. 그리고 선배가 좀 피곤하잖아. 8시 반에 즐거워서 안내 좀 영화 보러 가자. 가자. 우리 9시 가면 지금 11시야. 싫어도 되죠. 이거 아이스크림 아니다. 나 혼자 찍을 거야. 혼자 안 돼. 아이스크림 먹봐. 좀 뒤로 해야 되는 거 아니야? 네. 이렇게 올리. 나 안 나올게? 그래야지 다크 쪽. 여기요 카메라 여기. 아 여기 봐야 되는 거네. 식탁에다가 아니요. 안녕 인사한다 인사한다. 뭔지? 뭐야? 감사합니다. 아미 잘 지내고 있잖아. 외국만 돈 맛있는 거 얻어 먹었어. 많이 먹었지. 여기 호두 저 가방 주황색 가방.